Ekranda ko'rib turganingiz real tasvirning animatsiyasi. Tarmoqlardagi yangi epidemiya. Reallikni animatsiyaga aylantirish. Katta ehtimol bilan tomosha qilayotganlar orasida buni sinab ko'rganlar topiladi. Lekin animatsiyalashni nega bunchalik ommalashganini va sun'iy idrokning asosiy maqsadi qanday ekanligini o'ylab ko'rganlar kamchilikni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra shaxsga doir ma'lumotlarni uchinchi shaxsga beruxsat berish mumkin emas. Sun'iy intellektga hozir ko'pchilik trend bo'yicha har xil rasmlarini yuborib o'zgartiryapti. Qo'shimcha emotsiya oladi, endi bir-biriga yuboradi. No, buni ikkinchi xavfli tomoni ham bor. Ya'ni sizni fayllaringiz, rasmlaringiz yig'ilib, siz uchun qarshi ishlatiladigan joylari bo'lishi mumkin. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekinga sotayotganligingiz haqida hech o'ylab ko'rdingizmi? Bir qarashda bizga sirdosh va hamdardek ko'rinayotgan sun'iy do'stimiz keyinchalik biz berayotgan ma'lumotlardan bizga qarshi foydalanmasligiga kim kafolat beradi? Sun'iy intellekt yopiq bo'lgani bilan serveri chet elda bo'lsa, buni texnik imkoni bor. Misol uchun xakerlar deb atashimiz mumkin. Buni teoretik yo'li bor. Serveriga hujum qilib, ma'lumotlarni noqonuniy olish xavfi bor. Shu kungacha animatsiya yaratish eng qimmat xizmatlardan hisoblangan. Mutaxassislar yillab vaqt va millionlab dollarlarni sarflashar edi bu uchun. Lekin bugungi kunga kelib, birgina ilova orqali hamma xizmatlardan tekinga foydalanish imkoniyati mavjud. Biroz g'alati emasmi? Qaysi zamondan mahsulot tekin bo'lishini normal qabul qila boshladik. Demak, bu holatda sun'iy idrok xizmati emas, biz va bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz mahsulot pozitsiyasida tekinga sotilmoqda. Ko'p yurtdoshlarimiz ro'yxatdan o'tish uchun ham sun'iy intellektga murojaat qilishayotgan ekan. To'g'ri deb bilmayman, chunki shu maqsadda sun'iy intellektga login, parol va shaxsiy ma'lumotlarni yuborasiz. To'g'ri, bu ochuvdan ochuv xavf emas, chunki ularning ham ichki politikasi bor, xavfsiz deb javob beradi. Baribir buni texnik yo'li bor. Shaxsiy ma'lumotlar, pasport, rasm, login, parollarni sun'iy intellektga ishonmasliklarini tavsiya qilib qolaman. Bu kun Diyora Soatova, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.